Ha? O, menga qarang, ushladimmi? Sen noto'g'ri tushunsan onasi, lekin Mana o'ynashingiz bilan birga o'tiribsiz-ku, gumonim to'g'ri chiqdi. qarama, senga hammasini tushuntirib beraman. Bu o'ynashim emas. Kecha esingdan menga nima deyotganing? Bo'pti onasi, men ketdim ishga. Yaxshi o'tiringlar. Siz kimdir bilan gaplashib yuribsizmi? Jinni pinni bo'lib qolmaganmisan? Shu yoshda endi kimdir bilan gaplashib yurishim qoluvdi. Adam bunaqa gumon ko'rmagan. Gaplashamiz. Men bolalarni bog'chadan olgan ketyapman. Yaxshi borki bo'pti onasi. Telefondan boshingizni ko'tarmaysiz-a? Kimdir topgan shekilli. Ja g'alatisan ey, tavba qildim. Telefonda o'yin o'ynab o'tiribman. Gumon qilyapman-da sizlar. Gumon qilish kerak emas-da. Endi meni tushundingmi onasi? Musulmon kishi hech qachon gumon qilish kerak emas. Shu seni gumoning iymoningdan ayirib qo'ymasin, hozir shu qiz bilan gaplashib o'tiribman. O'qirchang'i, erim oldi yana ko'rsam, sochingni bitta-bitta yulaman. Tushuna oldimga. Hop, onasi.